Assalomu alaykum qadrdon qadrdonlarim. Bugun 2025-yilning 7-may sanasida sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Kechki ovqatga bugun palovdan to'ra qilmoqchi edim. 1 kilo guruch, 1 kilo sabzi, go'sht, eritilgan no'xat, hamda piyoz. Yog' qizigan bo'lsa go'sht solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sabzi, piyoz solib ko'raychi. Hali qizimabdi. Havo bugun judayam issiq bo'ldi. Maza qochadigan darajada issiq bo'lyapti. Magnit bo'roni menimcha hammaga ta'sir qilyapti-yu. Yosh bo'lsam ham meni boshimga ta'sir qilyapti, boshim og'riyapti. Cho'mich paxta yog'i soldim. O'zingizning xohishingizga qarab qilaverasiz. Kimlar samarqandcha osh qiladi, kimlar boshqacha. Men samarqandcha osh qilaman doim. Qizlik uyimizda ham shunaqa osh qilinardi. Hozir bu yerda xo'jayinimning uyida, ya'ni qaynonamning uyida ham shunaqa osh tayyorlanadi. Kim biladi, menga shunaqasi yoqadi. Namcha qizish qiyin. Qizibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Kundan beri opam klinikada yotibdi. Endi judayam bilinyapti. Har kuni birga ko'rishib, xabar olib ketar edi. Men hali borolganim yo'q orqasidan ko'rishga. Opamni, bojonimga sog'lik tilayman. Bolalarini, xo'jayinisini, bizni, onamni, yaqinlarini baxtiga sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Farzandlarining to'ylarini vaqt olib birga o'tkazib, otam bilan qiziqarib, yo'li bo'lib yashashini so'rayman Allohimdan. Endi mana piyoz solaman. Sog' bo'lsin, doim baxtimga, singillarimi, ukalarini baxtiga. Imron, toying qani, toying. Ma charji berang, charji? Ha, nima? Yemaysan.
Piyozlar qizardi. Tillaranga kirdi piyoz. Endi sabzi solamiz. Tuz solaman, tuz. Xullas bu gapni chala qilib ketdi. Opajonimga yana bir bor sog'lik tilayman, salomatlik tilayman. Allohimga omonat bo'lsin. İşlerim rivojini bersin. Birinchi o'rinda sog'lik. Sog'lik bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Odam o'ziga ham e'tibor qaratib, o'ziga ham sog'lig'iga qarab turish kerak. Farzandlar ham, ish ham hammasi bo'laveradi. Birinchi o'rinda sog'lik bo'lishi kerak. Ana yotaman, mana yotaman deb vaqt o'tib ketayotdi. O'zim to'g'risi bilmay qoldim. O'sha dushanba kunimda yotdim, maqtim dedi. Ha, yaxshi qilibsiz dedim. Aprelda yotaman dedi. Martda ro'za dedi. Usta bilan pashti bir yillab usta boqdi. Usta qarashga ham o'zi bo'lmaydi. Hammasini joy-joyiga qo'yib, o'ziga qara olmasdi-da. Sog'lik kerak albatta birinchi o'rinda. Doim bizni o'ylaydi, doim bizga qayg'uradi. Onamdan keyingi bizga ona o'rnida ona, doim nima muammolarimiz bo'lsa hamma muammomizni aytsak, qo'lidan kelgancha farzandlariga qanday e'tibor qaratib, qanday qayg'ursa bizga ham xuddi shunday qaraydi. Ayniqsa menga juda kichik farzand bo'lganim uchun, kenja bo'lganim uchun nima desam, hammasini qilib berishga harakat qiladi. Qo'ldan kelgancha doim yordamini ayamaydi. Alloh har doim qo'llab-quvvatlasin opajonimni. Ko'rishga kelib o'tirma, ko'rishga kelib ovora bo'lma deb aytyapti, lekin bir bor ko'rishim kerak hech. Mana odamzod shuda farzandlar deydi, oila deydi, ish deydi. Shunday qilib umr vaqt o'tib ketaveradi. Ha, toy? Ha. Zira soldim. Endi suv solaman. Endi bittasi qaynagandan keyin mana sabzini solaman. Osh tagi zirvagi qaynayapti. Miltillab, sabzini ham hozir solaman. Yana birgalikda pishaveradi.
No'xatni ham solaman oz miqdorini. Zira soldim yana. Xullas, agar gaplarim o'lda-jo'lda bo'lib ketayotgan bo'lsa, sizlardan buning uchun uzr so'rayman, chunki video bo'linadi. Men ko'rib chiqib nima gap gapirdim, nima gap gapirmadim deb ko'rishga vaqt yo'q. Bolalar yig'lab qolishi mumkin. Ish chiqib qolishi mumkin. Xullas, sal adashgan yoki bitta gapni takrorlab qayta-qayta gapirib yuborgan bo'lsam, sizlardan buning uchun uzr so'rayman. Hurmatli kuzatuvchilar. Bolangizga nega qaynonangiz qaramaydi? Nega ko'tarib tursa bo'lmaydi? Sen bolangni yig'latib rolik olguncha bolangga qara. Masalan, men bu ovqatni rolik olsam ham qilaman, olmasam ham qilaman. Bolalar yig'laydi. Qaynonam doim qarab turadi. Baraka topsin, rahmat. Mana 3 ta farzandimni katta qilishda mendan ham yaxshi qaraydi. Men buni tan olaman. Tan olmasdan ilojim yo'q. Farzandlarimga qaraydi. Mana Ozodaga ham, Imronga ham, mana Sadiya Bonuga ham, uchala farzandimga ham qaraydi. Xudoga shukr qaraydi. U kuni galps qilganimda ham qaynonam bog'chaga men boraman, sen mayli ovqatingni qilaver dedi. Sadiya Bonu uyda edi, sal yig'ladi. Keyin keldi, Sadiya Bonuni ko'tarib ko'chaga olib chiqib ketdi. Bundan hech qanaqa tragediya yasashni hojati yo'q. Bolalar yig'laydi. Hammaning uyida farzand bor, hammaning uyida bola bor, hammaning nevarasi bor. Yig'laydi masalan, hech bundan qayg'urishni hojati yo'q. Men bundan hech ham xafa bo'lmayman. Shunchaki aytayapman, qaramaydimi qaynonangiz deganiga. Qaynonam 66-yilgi, qaynotam 1965-yil, dadam ayam 1966-yilda tug'ilishgan. Ayamlar, dadamlar, ya'ni men qaynona qaynotamlar Samarqand viloyatining Payariq tumanida tug'ilib o'sishgan. Bu yerga xo'jayinim 6 oylik, o'zlarining aytishi bo'yicha 6 oylikmi, 7 oylik vaqtida kelib, shu yerda qolib ketishgan. Xuddi men ayam bilan dadamdek. Ayam bilan dadam to'ylari bo'lgandan keyin, o'zimni ayam bilan dadam to'ylari bo'lgandan keyin do'stlikka ishlashga ketganda, dadam do'stlikda ishi bo'lgan, keyin ayamni ham shu yoqqa olib ketgan. O'shandan keyin o'sha yoqda qolib ketganda, Do'stlik tumani 11-savxozmi shunaqa da Malika opam, ya'ni ikkinchi opam tug'ilguncha shu yoqda yashashgan. Endi mana guruchlarni ivitaman-da. Tuz solaman. Kimlardir shunday ivitmasdan qiladi, kimlardir menga o'xshab ivitib qiladi. Hammani o'zini xohishi bo'yicha qilaveradi-da. Osh qilishni ham onajonimdan o'rganganman. Ivitib qo'yamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ozgina ivigandan keyin solamiz. Mana hozir kechki vaqt, soat 6 bo'lyapti. 5-10 minut ivigandan keyin, o'zi ivigandan keyin suvlari tortilib, guruchlar tepaga chiqib qoladi-da. Keyin mana bu oshni solib dimlasak ham bo'ladi. Xullas shunaqa
Hurmatli kuzatuvchilar, hammaga birday yoqish qiyin, albatta. Hammaning ko'nglini olish qiyin. Na iloj, nima deymiz? Sen unaqasan, sen bunaqasan deb gapirish hammaga oson-da. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilamiz yoqishga. Birinchi o'rinda oila a'zolarimni ko'nglini olishga harakat qilaman. Xo'jayinimni, farzandlarimni, qaynona qaynotamni ko'nglini olishga harakat qilaman doim. O'zimga yarasha vazifalarimni qo'ldan kelgancha albatta qilishga harakat qilaman. Erkalik ham qilaman. Masalan, kecha Mayovkaga bordik. Sadiya Bonuga ertalabdan kechgacha ayam qarab turdi, baraka topsin. Aylanib kelinglar sizlar, mayli bolalarim. Sizlar yuringlar, mazza qilib dedi. O'zi o'tirdi Sadiya bilan, Sadiyani uxlatdi, Sadiyaga sut berdi. Imronga ham qarab o'tirdi, uxladi. Men 2 martalab tog'ga, 3 martalab tog'ga chiqib keldik. Qayinsinglim bilan, bolalar bilan. Qo'ldan kelgancha hammamiz bir-birimizga yordam berishga harakat qilamiz. Shuning uchun birovni oilasini bilmagandan keyin gapirish oson-da. Masalan, birovni oilasida turmagandan keyin, birovni oilasi bilan yashamagandan keyin har xil fikrlar kelishi mumkin. Bunga qaynonasi yordam bermaydi, eri yordam bermaydi deyish mumkin. Yo'q, yordam beradi, doim yordam beradi. Men ertalabdan kechgacha bozorda yuraman. Mana shu Sadiya Bonuga polniy qaraydi o'zi ayam. Yani Imronga ham qaraydi, masalan, shanba yakshanba kuni Ozodaga ham qaraydi. Doim qaraydi, bir-birimizga qarashamiz. Doim bir-birimizga qarashamiz, shunaqa. Endi mana bu oshni tuzini bir ko'raychi. Rosa chiroyli bo'lib qaynayapti, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana hurmatli kuzatuvchilar, oshim rosa chiroyli bo'lib qaynayapti mana. Sizlar bilan suhbatlashib, salat qilaman. Hozir zirvak qaynayapti. Mana piyoz, 3 dona piyoz. Mayda-mayda piyoz qoptida, kattasi bor ekan, katta ekan. Birinchi piyoz to'g'rayman. Kalso qilay desam, maydalib qilyapti bu kalsoga. Oddiy jaydari osh bilan yeyishga salat qilyapman. Hamma o'zini xohishiga qarab, sharoitiga qarab qilaveradi-da. Kecha Mayovkaga borganimizda videosini qo'yganimda kimdir eshak olma uncha achchig'i dedim-ku. Eshak olma nima degani o'zi? Eshak olma qanaqa bo'ladi deb yozibdi-da. O'zim oldin kichkina paytimiz bir dalalarga borib qolsak, shunaqa olma yesak, endi kattalardan eshitganman-da men ham. Eshak olma ekan, eshak olma debdi. Sho'r taxir bo'ladi-da. Keyin boya o'zi Malkopamdan so'radim. Malkopa, birov menga shunaqa yozibdi, eshak olma nima o'zi desam, yovvoyi bo'ladi, o'shani eshak olma deydi. Uni uncha odam yemaydi. Farishta tog'amlarim molga to'g'ri berardi-ku dedi. Dedim. Shunaqami dedim, bilmas ekanman dedim-da. Men o'ylardim, sho'r olmalar shunaqa desa kerak deb o'ylardim-da. Yovvoyi sifat bo'lar ekan, o'shani eshak olma der ekanda, ko'zim achib ketdi. Voy, shunaqa ham achchiq piyoz bo'ladimi? Achib ketdi ko'zim. Keyin yana kimdir muncha baqirasiz debdi. Haqiqatan ham hech ham xafa bo'lganim yo'q. Rosa haqiqatan Imron, Ozoda deb baribir yosh bola bo'lgandan keyin chaqirib baqirib turasizda, endi iloji yo'q.
Keyin o'zim ham o'sha kuni aytdim ketayotganimni. Voy, bu baqiroq xotin. Mana xotin bugun kuni bilan baqirdi degandir dedim. Kuldi keyin qayinsinglim. Imron bu yoqqa o't, Ozoda bu yoqqa o't deb baribir tergab turish kerak-da, bolalar o'zidan ketib qoladi. Shuning uchun baqirib gapirgan bo'lsam kerak-da. Qani, mana. Ha, yaxshi ekan. Mana yerni şey. Yana kimdir adashib qolmang, bir o'zingiz chiqmang debdi. Hay, uncha ko'p uzoqqa chiqqanim yo'q, o'zim ham qo'rqdim. Sizlarga bir yaxshi tabiatni ko'rsatay dedim-da. O'zim ham birinchi marta bordim bu yoqqa. Lekin maza qildik. Oilaviy baribir boshqacha-da. O'z oilangiz bilan, bolalar bilan chiqsangiz baribir yaxshi. Maza qilib aylanib o'tirib keldik. Lekin sizlarda ham shunaqa bo'ladimi yo bizda shunday bo'ldimi? Tabiatga chiqqandan keyin o'sha tabiatdan o'sha toza tog' havosi qandaydir biz qornimiz uncha och qolmadi-da. Shashlikda ham ko'p olib borgan ekanmiz. Tovuqimiz shunday qaytib keldi, qiymalar qaytib keldi, uncha yeyilmadi. Tabiatga, toza havoga to'yib qo'yasizmi? Qandaydir ishtaha bo'lmadi-da. Bo'lmasa unaqa yemadik yaxshi. Lekin qornimiz ham ochqab uni qilmadik-da. Ochqab ketmadik. Darpam oldiga bora olmayotganimga shunday xijolat bo'lyapman, uyalib ketyapman. Kema desa ham baribir bir borib ko'rishim kerak edi. Rosa xijolat bo'lyapman. Hamma ovqatlar bor, sharoit bor dedi, lekin shunday ham bir ko'rib kelishim kerak. Doim men biron joyda yotsam boradi-da, uchib boradi doim. Men bora olmayapman. Yana shunaqa bo'lar ekan-da. Hurmatli kuzatuvchilar. Shunday to'g'rab sizlar bilan gaplashib, to'g'rab olay dedim. Uyda hech kim yo'q hozir mana Sadiya Bonuni ayam ko'chaga olib chiqib ketdi. Aylantirishga. Imron uyda televizor ko'ryapti. Ozoda ham ko'chada. Xo'jayinim ishda. Mana salatni chiroyli qilib to'g'rab qo'ydim. Hurmatli kuzatuvchilar, endi guruchimizni solamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, guruchlarni yuvib 3 martalab yuvdim. Endi uni solaman. Bismillahirrohmanirrohim. Alanga guruchi. Alanga. Keyin ko'p kommentariyalar keladi. Nega sariq sabzi qo'shmaysiz? Aralashtirib qiling, shirin bo'ladi deydi. To'g'ri, lekin oila a'zolarimga sariq sabzidan osh yoqtirmaymiz deyishadi. Shuning uchun men qizil sabzidan qilaman. Endi suv solamiz bunga.
Sular soldim. Endi gaz tagini ko'taramiz olovni. Zira solaman. Hozir bir qaynagandan keyin tuzini ko'raman, keyin yana agar tuzi kam bo'lsa tuz solaman. Suvni tortdi menimcha. Dimlaymiz endi. Mana tagini past qilib dimlab qo'yaman endi. Palovdan to'g'ram pishdi mana, hurmatli kuzatuvchilar. Endi suzamiz mana. Ha, Imron, konfet ber menga. Dadamga olib turaman-da, o'zimizga bitta suzaman unda. Ustiga yopib qo'yaman. Imron, osh yeysanmi? Osh. Ko'tarma bosh. Ma Imron. Yeysanmi? Mana hurmatli kuzatuvchilar. Imronga hech narsa chupa-chup ham yo'q. Hech narsa olib kelmayman. Marojniy ham olib kelmayman, hech narsa olib kelmayman. Bermas. Bola yaxshi kelyapti, qo'yadi. Yo'q, ko'rabdi. Tagiga olmadi mana hurmatli kuzatuvchilar. Zeppan. Dona yaxshi chiqdi, yopishgani ham yo'q, hech qanaqa hech narsa bo'lgani yo'q. Mana hurmatli kuzatuvchilar. Bitta konfetingni olib qo'ydim. Olib qo'ydim-ku, sezmay qolding. Go'shtlarni to'g'raymiz. 4 ta konfeting bor edi, 3 ta qoldi. Ko'ryapsanmi? Mana qara. Mencha konfeting bor edi, 3 ta qoldi. Men 4 ta edi. Bittasini olib qo'ydim men. Bittasini olib qo'ydim men. Imron? Ey bola. Bitta konfetingni
Abrakadabra. Mana abrakadabra, 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 abrakadabra. Kuzatuvchilar, meni oshim tayyor bo'ldi. Meni kuzatib, meni qo'llab-quvvatlayotgan barcha obunachilarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlarga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik, oilangizga farovonlik tilayman. Yanagi roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Musofirda yurgan opa-singilimiz, aka-ukalarimizga ham sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Ishlarini barakasini bersin Allohim. Opajonimni ham sog'liklarini yana bir bor so'rayman Allohimdan. Tuzalib, otday bo'lib yana xonadoniga, farzandlarini oldiga kelishini Allohimdan so'rayman. Kasal bo'lib yotib qolgan bemorlarimizga ham Allohdan sog'lik, salomatlik tilayman. Yanagi roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Meni kuzatishda davom eting. Like va obuna bo'lishni ham unutmang. Oshga kelinglar.